Xudo xolasa mana xonalaringga. O'rganib turganingni aytma, o'rganib turganingni To'xtab turing aytma. ya, choli. Hammasini aytdim, deb 70 ga chiqdik. Endi sizlarni xonalaringga kelib, kresloga ham chiqish payti kelib qoldi. Voy, o'ylaysiz qaynanajon, trendga chiqamiz deb kresloga chiqyapsiz hozir. Yo'q, men qoyil qolganim siz qatori bir onaxonlar, 70 yoshli onaxonlar, endi bu yog'i 70, ketmish deb u yoqqa tayyorlanib yotuvdi. Duo qilib o'tirishni o'rniga, duo qilib nevara-chevaralarni duo qilishni o'rniga, men o'tirgansini qarang, sharmanda betim qolsin. Yo'q, bu lekin shunday deysiz, O'zbekistonda yangilik. Voy, yangilik deb hammaga ovoz qilmang, sharmanda bo'lardi. 70 voy 80 voyli bo'lar ekan-ku. qora ekan buni. 2026-yilda 80 voy. Ikki qora ekan. Harf yo'q qo'yaylik, harf. Ben bu kelinni ko'ylagi qora dedim. Ichi ham shunaqa ekan. Yo, Otasini siqildi. unaqa emas. Yaqinda chevarasi 2 qat bo'ldi. Yaqinda ko'zi yoriydi. Endi chevara bilan bir kunda voy qanday sharmanda uyat. Yo'q, siz chetda turib uyalib turayman, so'ray. Onaxon endi bu 70 yoshda necha oylik bo'ldi? Qog'ozlari bormi? Biz tekshiruv. Bor. Aylanay. O'zi mana kelinim sizga o'xshagan yaxshi vrach bor deb olib kelgan joyi shu yer bo'ladi. Voy, ana. O'ziga tushdik. Ay, otasi. Menga umuman savol berma. Ota. Men uxlab yotuvdim. Ota. Gap. Meni aralashtirma. Yo'q. Yo, otasi. Meni aybdor qilma. Meni bu voqeaga aralashtirmaydi. Siz aralashmasangiz, kim nima bo'pti endi bu qaydan keldi bu? Meni qo'shmay gapirsin. Otasi o'zi polvon bo'lgan. Ana. Ot minib ko'p qarlarda haligi polvon bo'lib yurganda. Ha, endi yaqinda oti o'luvdi, endi Xullas, endi otasi. Haligi shu biz haligi qizmi o'g'ilmi bilolmay turibmiz-da. O'zi sezmay ham qoldik bu holat qanday bo'ldi, otasi. Men bilaman, men aytib beraman. Doktor. Ayting. Men uxlab yotuvdim. Men jimgina yotuvdim. O'zi shu jim yotganda bo'ladi hammasi. Turtib uyg'otgan mana shuni o'zi. Nima savol bo'lsa o'ziga bering. Men jim qo'ying. Tinchlik kerak menga. Meni sharmanda qilding. Odamlar shuncha ish qiladi, birov bilmaydi. Mana biznikini yil bilib o'tir. bittagina dorini beraman, Yo'q. O dorini o'zing ich. bunga ham ko'nmaydi. Anaqa to'xtaydi, men bitta eshitib ko'ray bolalarda. O'zimizda qog'ozi bor. Senga ber. Bizga aytmadi, surpriz qilsak yaxshi bo'lardi. Qizmi o'g'ilmi dedi, lekin shu yerda yozilgan nima Nima qizig'i bor ekan 80 dan oshgan odamga qizmi Shuni o'g'ilmi? bir ko'rib bering, qizim. Bizga qiziq shu. Ha? Voy. Nimaga qodirligimni bilay? Tabriklaymiz. Egizak. Yo, qudratingdan. Tabriklaymiz, egizak. Mana bir o'g'il, bir qiz. Voy. Voy, Ben uçuyorum değil mi? otdan Karnım nima yo'q. foyda, otdan nima